Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, doktor Sherali sizlar bilan uyqu buzilishini yana bir ta'siri haqida bugun e'tiboringizga ma'lumotlarni qabul qilaman. Qarang, insonning uyqu buzilishi insonda kuzatilsa, qonimizdagi kortizol moddasi ko'payib ketadi. Ya'ni qonda tekshirganimizda kortizol modda ko'payib ketadi. Endi qarang. Stresslar, ruhiy, asabiy zo'riqishlar ham kortizolni ko'paytiradi. Agar bitta insonda ham ruhiy va asabiy buzilish plus uyqu buzilishi bo'lsa-chi, kortizolni ko'payib ketish xavfi ko'payadi. Kortizol ko'payib ketsa esa buni ancha-muncha ta'sirlari bor. Bu ta'sirlardan biri insonni suyagini mo'rtlashishidir. Insonni suyagi ichdan yuvila boshlaydi, mo'rtlasha boshlaydi. Insonni tanasidagi bu suyak mo'rtlashishi insonda osteoporoz kasalligini paydo bo'lishiga sababchi bo'lishi mumkin. Bu degani bir 100 ta odamning uyqusi buzilsa, 100 tavda ham shunday bo'ladi degani emas. Bu ma'lumot sizni qo'rqitishi kerak emas, balki shu kasaldan tuzalishga turtki bo'lishi kerak. Sizni hushyor torttirishi kerak. Axir u yoki bu doktor temperaturangiz bor ekan, davolaning desa, uni so'kmaysiz-ku, rahmat aytasiz. Yoki bir inson bir muammongizni hal qilmoqchi bo'lish uchun sizga qo'lini cho'zsa, siz rahmat aytasiz-ku. Bunda ham vahimaga tushmang. Uyqu buzilganmi? Shu uyqu buzilishini davolang. Buni natijasida suyak mo'rtlashishi bo'lmaydi, boshqa shu uyqusizlikning asoratlari ham bo'lmaydi. Sog' salomat bo'ling.